Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun o'zbek xalq og'zaki ijodidagi eng katta mavzulardan biri doston janri va doston janri doirasida dostonlarning ichida o'sha turi nuqtai nazardan turlarga ajraladi. Mana qahramonlik dostonlar, romanik dostonlar, jangnama dostonlar, tarixiy dostonlar, kitobiy dostonlar. Bugungi mavzumiz bevosita romanik dostonlar turkumiga kiradigan Go'ro'g'li turkumi dostonini tahlilga tortamiz. Albatta Go'ro'g'li turkumi dostonini 1 soatlik dars mobaynida o'tib tugatish qiyin masala, chunki dostonlar ichida ko'lami nuqtai nazardan, variantining ko'p nuqtai nazardan boshqa dostonlardan farq qiladiki va uning yana bir o'ziga xos jihati shundan iboratki, Go'ro'g'li turkumi dostoni bu faqat bizni o'zbek xalqi kuylaydigan doston emas, Turkiya xalqlari, hattoki buni fors, tojik xalqi ham Go'ro'g'li turkum dostonini kuylashgan. Go'ro'g'li turkum dostonining hozirgi kunda 100 dan ziyod varianti bor. Go'ro'g'li turkum dostonlaridagi har bir obraz bevosita shunchaki yaratilgan obraz emas, u bevosita simvolik obraz sifatida gavdalanadi. Shu Go'ro'g'li turkum dostoni tahliliga o'tishdan avval Mahmud Qoshg'oriyning bir munozara janriga oid asariga to'xtalsak-da, keyin o'shani Go'ro'g'li turkumi dostoniga bog'lasak. Bugun Go'ro'g'li turkumi dostonida Go'ro'g'li turkumi dostoni doirasida katta mavzu bo'ladigan, nomlanishi katta mavzuga bog'liq bo'ladigan tushunchalarga ham ma'lum darajada to'xtalamiz. Xo'p, Mahmud Qoshg'oriyning o'sha munozarasida yoz bilan qish to'qishdi, qing'ir qiyshiq baqishdi degan misralar ifodalanganki, demak yoz bilan qish nima uchun yoz bilan qish? Mahmud Qoshg'oriyning o'sha munozarasida bevosita hozir keyingi o'rinlarda Go'ro'g'li turkumi dostoniga buni bog'liqlik jihatini bog'lab ketamiz. Mahmud Qoshg'oriy 4 fasl emas, 2 faslni inobatga olgan. Yoz bilan qish. Bevosita bu 6 oylikda 12 oyning 2 ga taqsimlanishi. Masalan, apreldan o'sha 21-martdan o'tgandan keyin to 22-sentyabr, vaholanki taxminiy 20-sentyabrlarda yoz, ya'ni yoyilmoq, yoz. Keyingisi keyingi davrdagi o'sha sentyabrdan, oktyabrdan to 21-martgacha bo'lgan vaqtni qish sifatida qabul qilgan. Haqiqatan ham shunday. Sababi Go'ro'g'li turkumi dostonidagi o'sha Go'ro'g'li dostonida ham bevosita shunchaki Go'ro'g'li bu ertak sifatida aytiladigan bir voqelikni badiiy aks ettiradigan doston emas. Go'ro'g'li kishilarning dunyoqarashi, mifologik dunyoqarashlari bilan bu hayotda ro'y beradigan real voqelikka asoslangan dunyoqarashi asosida qurilgan. Go'ro'g'li turkumi dostonidagi hech bir obraz shunchaki asarga kirib kelgan emas. Garchi u baxshi tomonidagi baxshi ham o'sha xalqning ichidagi informatsiyalarni aniq reallikdagi dunyoqarashi, ezgu niyatlari, qanday olamni tasavvur etishi, xalq donoligidagi hikmatlarni yig'gan holatda sinkretik ravishda Go'ro'g'li dostoniga singdirgan. Go'ro'g'li dostonidagi demak o'sha Mahmud Qoshg'oriyning jumlasiga, munozarasiga bog'laydigan bo'lsak, Go'ro'g'li dostoni boshqa dostonlardan
farqli o'laroq Go'ro'g'li dostonida dunyodagi nargi dunyo yoki hozirgi real hayot nargi dunyodagi voqelik Go'ro'g'li dostonida hech qachon yer ostidagi yoki ustidagi osmondagi bo'layotgan holatlarning ifodasi o'limni emas, tiriklik dunyosini ifodalab beradi. Go'ro'g'li dostonidagi o'sha ko'pgina dostonlarga e'tibor beradigan bo'lsak, nomlanishidan ham o'sha narsalarga bog'lanadi voqeliklarga. Ba'zi bir dostonlaridagi voqeliklar yerning ostida. Masalan, Turkiston, Malikay Ayyor ham Go'ro'g'li turkumi dostoniga kiradiki, yer ostida voqealar ro'y beradi yoki yer ustida. Bu bevosita simboliklik nuqtai nazardan o'sha yil manzaralarining almashinuvi. Masalan, Go'ro'g'lining nomlanishi. Turkmanlarda Go'ro'g'lining nomlanishi bir epizodik voqeada shunday kechadiki, Shomirzo Turdimov ham buni tadqiq etib, ma'lum bir tushunchalar bergan, o'zining YouTube kanallariga chiqib, o'sha voqeada Go'ro'g'li charchab bir daraxtning tagiga kavakka kirib ketadi. Eronlar yig'ilib turgan bo'ladi, Hazrati Hizr obrazi paydo bo'ladi. Kim bu desa, bu Go'ro'g'li. Nega unday? Bu qorong'u yurtdan yorug'likka chiqdi. Bo'lmasa buning nomi Ravshan ekanda. Ravshan bu o'sha yorug'lik degan ma'noni anglatadi degan tushunchalar keltiriladi. Shuning uchun Go'ro'g'li turkumi dostonlarida Ravshan dostoni ham umumiy qaraydigan bo'lsak, Go'ro'g'li turkumi dostonlariga kiradi. Tabiiyki bunday variantlarning ko'payib ketishi Go'ro'g'li turkumi dostonlaridagi bog'liqlik Ravshanmi, Malikay Ayyormi, Go'ro'g'li turkumidagi dostonlardagi har bir voqelikning bog'liqligi tiriklik dunyosi haqidagi, hattoki yer ostidagi hayot ham tiriklik dunyosi bilan bog'liq degan tushuncha bilan bog'lanadiki, bu tiriklik bahordagi ko'karib chiqishi bilan bog'liq tiriklik qishda ham hayot davom etadi. Yerga suqilgan bug'doy ham o'sha ma'lum bir darajada qishda o'zining ozuqasini oladi. Yoki bo'lmasa bu voqeliklarda insonlarning dunyo qarashi bilan bog'liq bo'lgan tabiatga munosabati, yil fasllarining o'zgarib turishiga bog'liq munosabatlari Go'ro'g'li turkumi dostonlarida o'zining ifodasini topadi. Masalan, qishda o'sha bug'doyning yerga qadalgan holati kuch yig'ayotganligi ham bug'doy ma'lum bir darajada kelgusidagi hayotga kuch yig'ayotgan bo'ladi. Shuning uchun ma'lum ki dehqonlarimiz qishdagi dekabr oyining o'sha 22-dekabrlarda o'sha qish kirar vaqtlari bug'doyga bir suv qo'yib oladiki, to'yintirib oladi. O'sha paytda bug'doy mana bunday ahvolga keladi, qishda muzlab qoladi degan g'oya emas, o'sha xalqning tabiatdagi o'zgarishlarni sezish orqali yuzaga kelgan voqeliklar borki, Go'ro'g'li dostonida ham bu voqeliklar chetlab o'tmagan. Go'ro'g'lining nomlanishi yuqorida aytganimizdek, Go'ro'g'li shunchaki nom qo'yilmagan, undagi nom ham ramziylikni ifodalaydi. Go'ro'g'li o'sha asardagi voqeliklar yerning ustida yoki ostida, osmonda bo'layotgan voqeliklar bilan bog'liq ekanki, Go'ro'g'li turkumi dostonida o'sha Go'ro'g'lining nomlanishi Go'ro'g'li, Kun'o'g'li, Ko'ro'g'li shaklida ifodalaydi. Quyoshning chiqib kelishi va tikka bo'lishi, botib ketishi bilan bog'liq voqeliklar insonning o'sha tabiat dagi o'zgarishlarni o'zlarining dunyo qarashlari, turmush tarzi bilan bog'liq holatda tahlili bilan oddiy xalqning sinchkovligi asosida yuzaga kelgan. Go'ro'g'li turkumi dostonidagi hech bir voqelik
epizodik voqelik shunchaki qurilgan emaski, ma'lum bir majoziy obrazlar bilan o'zining ifodasini topgan. Masalan, Go'ro'g'lining 3-o'sha dostonida Go'ro'g'lining Rayhon Arabdan or olishi epizodik obrazda ham shunday voqeliklarni kuzatishimiz mumkin. Diqqat qilib e'tibor berib o'qisangiz, Go'ro'g'li turkum dostonlarining har biridagi obrazlar bosh obrazga ko'tarilganda bevosita Go'ro'g'lining ishtiroki, ba'zilarida o'sha ishtirokidan keyingi undagi Go'ro'g'lining farzandlari yoki ba'zi bir dostonlariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, Go'ro'g'lining farzandi ekan, o'sha bu kim? Avaz Botir desa, uning ikkinchi nomi Go'ro'g'li nomi bilan ham nomlanadigan holatlari bor. Xo'p. Asardagi hech bir obraz shunchaki obraz emas. Masalan, ot obrazi ham simvolik obraz sifatida, echki obrazi simvolik obraz sifatida kirib keladi. Rayhon Arab bilan o'rtalash o'sha epizodik obrazda daryo o'rtada bir kechuk katta daryo bo'ladi. O'sha daryoda Go'ro'g'lining biyasi bo'ladi. Go'ro'g'li urug' olish kerak bo'ladi. Rayhon Arabning katta oti bo'ladi, juda bahaybat. O'sha otdan urug' olish uchun Go'ro'g'li urug'ni oladi-yu, lekin Rayhon Arab uni bilgandan keyin Go'ro'g'lining yangasini olib ketib qoladi. Natijada daryoning nariyog'iga o'tganda o'sha Go'ro'g'lini tutolmagan Rayhon Arab uning ori uchun mana seni yangangni olib ketdim deb va hokazo o'sha orini keltiradigan haqoratomuz bir jumlalar aytib ketadiki, keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin voqeliklar davom etib Go'ro'g'lining o'sha oti tug'iladi. Go'ro'g'li keyin o'sha yangasini qaytargani Rayhon Arab tomonga o'tadi va borsa o'sha yangasi kir yuvib o'tirgan bo'ladi. O'sha hammasi Shomirzo Turdimov talqin qilib aytgan videorolik darslarda e'tibor berasizlar, yaxshi berilgan. Undagi har bir obrazlar, ot obrazi ham, echki obrazi ham bir ramziy obraz sifatida. Echki endi ramziy obraz sifatida kelishi bevosita Go'ro'g'li turkumiga bog'liqlik jihati echki bir bahorning elchisi sifatida ham namoyon bo'ladi. Xalqaro zakijotdagi xulosamiz yakunida shuni aytishimiz kerakki, buni yana o'zingiz sinchiklab o'qiysiz. Go'ro'g'li turkumi dostonidagi obrazlarning simvolik holati va uning badiiy ifodasi degan mavzuda ko'rasiz, adabiyotlardan foydalanasiz, o'rganasiz. Xalqaro zakijotda yuqorida aytganimdek, hech qanday obraz behudaga shunchaki badiiyat uchun yaratilgan emas. Uning ichida bir simvoliklik, ma'lum bir voqelikka, xalqning turmush tarzi bilan bog'lanadi. Masalan, shu o'rinda yana bir eslataman, oddiy o'sha bolalar qo'shig'i bo'lgan Boychechak qo'shig'ida ham ramziylik bor. Chunki Boychechak bahorning birinchi elchisi. Sababi bunday jumlalar borki, Boychechakni tutdilar, qilich bilan chopdilar, baxmal bilan yopdilar degan jumlalar borki, negaki xalqimizda shunday jumla tez quloqqa chalinib turadi. Bu ko'klamgacha kim boru, kim yo'q degan. O'sha kim boru, kim yo'qlikda Boychechak dastlabki elchi ekan, nima uchun chopishadi yoki bo'lmasa baxmal bilan yopishadi tarzidagi jumlalarning kelishi bu bahorda kishilar o'sha omon esonlikda, to'kin sochinlikka, mana biz endi yozga chiqdik, oldimizda to'kin sochinlik, yilning kelishi barakali kelsin deb boshqa voqeliklarga ham o'sha
qirg'oqchilik kelmaslik, ofat kelmaslikka bog'liq bo'lgan holatlarda yaxshilik kunlar uchun qurbonliklar keltiriladiki, ko'ryapmizki, bu o'sha oddiygina qo'shiqda ham o'zining ifodasini topgan.